Demak, juda hayajonli, asabiy pallaga yetib keldik. Penaltilar seriyasi. Bu lotereya faqat va faqat birinchi zarbani koreyaliklar beradigan bo'lishdi. To'p kimda? 11 raqamdagi futbolchimi? Kang Seong-junmi? Otabekjon Boymurodov qahramon bo'lishi mumkin. Qahramon bo'lishi mumkin. Butun turnir davomida qanchadan qancha muxlislar simpatiyasiga sazovor bo'lding. Qani endi jingalak sochlar qoyil Otabek voy bo'ladigan bola. Ana endi urish kerak. Yashavor. Endi xotirjam. Podadan oldin chang chiqarmaymiz. Qarang, chiziqni qanday tark etdi Boymurodov. Ishonch bilan. Barakalla. Zo'r! Gol. Oldindamiz. Abbos. Sen zo'rsan. Baribir birinchi penaltini urib olish qolgan futbolchilarga ham ancha xotirjamlik va ruxsat berildi. Koreyada ikkinchi urinish. Otabek! Voy rahmat otangga! Otabek! Barakalla! Ukamsan, ukam! Asrab qo'ygan ekan mana shu penaltilar seriyasiga sevlarini. Yashavor. Ilib oldi bu safar. Qarang, o'tib ketishi mumkin ekan, ozgina qoldi. Gol! 2-0. Yaratganga shukr. Darvozabon ko'rsatgan tomonga tepdi. Darvozabon 2 safar ham topdi. Chiroyli. Otabek. Bu safar yuqoriga aniq ishonch bilan tepildi. Ancha yuqori zarba bo'ldi. 9-ga bordi. Ikkinchi raqamdagi Parkdan